O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 20-yanvar kunidagi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 11-sonli qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi hududida 44 tonnadan ortiq bo'lgan hamda karyer va shaxtalarda foydalaniladigan yirik gabaritli va yuk transport vositalariga endilikda yuk hamda kon seriyali davlat raqam belgilari berilishi ko'zda tutilgan. Aynan ushbu qaror ijrosi Qashqadaryo viloyatida ta'minlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasini raqamlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tizimli ishlar olib borilmoqda. Men Xo'jand Baxtiyor Imomovich Bekzon Fayz yuksalish xususiy korxonasi rahbari balansimizda bo'lgan 3 ta 44 tonnadan ortiq yuk tortuvchi texnikalarimizga yuk seriyali raqamlar oldik. Qolgan tadbirkorlarga ham shuni tavsiya qilib qolamiz. Mana transportga yuk seriyali davlat raqam belgilari, qayd etish guvohnomasi, transportda toqib sizning olib davom ettiraveradi. Keyingi Bekjon Fayz yuksalish xususiy korxonasi. Mana davlat raqam. Jumladan, umumiy vazni yuk bilan birgalikda 44 tonnadan ortiq bo'lgan yuridik va jismoniy shaxslarga tegishli yuk avtomobillariga yuk seriyali davlat raqami belgilari, shuningdek, konlar, shaxtalar va karyerlarda foydalanadigan maxsus transport vositalariga kon seriyali davlat raqam belgilari tarqatilmoqda. Mazkur chora-tadbirlar transport vositalarining hisobini yuritish, ularning harakatini nazorat qilish hamda yo'l harakati xavfsizligini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.